Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqati Rose, Washington'dan sözdeyimiz. Bugün çislak 2025 yıl 2. ayının 28. günü. Haftiga Perşembe. Tünügülletin etqanda Uygurlarning beşiği yana bir facia yetip geldi. Lekin Cumhuriyet Kompartiyasının nazarida ve yakının kılmışıda ve yako azıp duç kilovatkan mesele aldıda bu bir sırlık. Sırlık facia bulup hesaplanıdı vatandaş. Biz bugün şunun münasebet leksiyalar yeni başka leksiyalar doğrusu toxtunumuz. Vatandaşlar birinci bulup bu haberini sizlerge yetkizeyli. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Marco Rubio Tayland hukumatining Uyg'urlarni Jungoga majburiy o'tkazib berganligini qattiq aybladi. Mavzuda xabar 2. ayning 28. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Tayland hukumati 2. ayının 27. günü Perşembe, Tayland siyasi panahlıq tilgan 40 nafar Uyg'urni Jungoga majburlab o'tkazib berdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump hukumatining yuqori darajalik amaldori davlat ishlar kotibi Marco Rubio yazma bayanat e'lon qilib bu majburiy o'tkazib berish harakatini qattiq aybladi. Tuvanda bayonotning Xitoy tiliga to'liq tarjimasi. Xitoy tilidan Uyg'ur tiliga bilan to'liq tarjima qilishim to'liq tekshirdi tuvandikicha. Davlat ishlar kotibi Marco Rubioning bayonoti 2025 yil 2. ayning 27. kuni Tayland hukumatining Uyg'urlarni Jungoga majburlab o'tkazib berishi to'g'risida biz yani Amerika kuchli bir şekilde Tayland hukumatining 40 nafar Uyg'urni majburiy Jungoga o'tkazib berganligini qattiq ayblaymiz. Ular u yerda, yani Jungoda normal tertipke erişilmeydi. Uyg'urlar u yerda ziyonkashlikka uchraydi. Mecburi emgakka selinadi. Tan jazosiga uchraydi. Biz, yani Amerika, Taylandning uzundan beri do'sti bo'lish sifatimiz bilan biz bu harakatdan qattiq cho'chidik. Bu yerde tan cezasını ve başka rahmsizlikni cheklash, odimiyetsizlik yoki salohiyatni xo'rlash muomalasi yoki bundaq muomalani jazolash ahdnomasiga xiloflik qilindi. Yana barliq kishilarning majburiy g'oyib bo'lib ketishini qo'g'dash xalqaro ahdnomasiga va ahdnomalarda belgilangan xalqaro majburiyatlarga xiloflik qildi. Bu harakat Tayland davlatining siyosiy panohlatilgan Uyg'urlarni Jungoga majburiy o'tkazib berish harakati, ya'ni Tayland davlatining siyosiy panohlatilgan Uyg'urlarni Jungoga majburiy o'tkazib berish harakati Tayland xalqining ojizlarni qo'g'dashdan iborat uzundan beriki an'anasiga xiloflik qilganlikdir. Shundaqla Tayland davlatining kishilik huquqni qo'g'dash va'dasiga mos kelmaydigan bir harakatdir. Biz, yani Amerika, Uyg'urlarni qo'g'dashni talab qilgan yoki siyosiy panohlik tilagan barliq davlat hukumatlarining bu Uyg'urlarni majburiy Jungoga qaytirib bermasligiga aydakchilik qilamiz ve da'vat qilamiz. Jungo Kompartiyasining yetakchilik qilishi ve tizginlashi aslida Jungo Şinjan'da, yani müstemlik Uyg'uristonda
musulmon Uyg'urlarni asos qilgan boshqa sonliq millatlar va diniy e'tiqod to'pliqi oldida irq yo'qotish va insoniyatga ziyonkashlik qilish jinoyati sodir qildi. Biz, yani Amerika, Jungo doiralarining majburiy Jungoga o'tkazib berilgan Uyg'urlarning qarallik tekshirib turilishini va qanday muomalalarga uchrayotganligini tekshirib turishiga haydovchilik qilamiz. Tayland hukumati Jungo doiralarining bu qaytirib berilgan Uyg'urlar kishilik huquqlari qo'g'daydiganligi yoki qo'g'damaydiganligi to'g'risida qat'iy va davomli tekshirib turishi kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Marco Rubio'ning mushu to'g'ri Taylandning Uyg'urlarni Xitoyga majburiy o'tkazib berganligi to'g'risida e'lon qilgan bayonoti vatandosh. Endilikda xalqaro jamiyatning chaqirig'iga pisand qilmay, Tayland hukumati 40 nafar Uyg'urni Jungoga qaytirib berdi mavzuli xabar 27-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington. Tayland hukumati payshanba kuni, ya'ni 27-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Xalqaro kishilik huquq tashkilotining chaqiriqlariga pisand qilmay, Tayland siyosiy panohlik talab qilgan Uyg'urlarni Jungo hukumatiga qaytirib berdi. Bu harakat Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar Mahkamasining va Xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining ayblashiga uchirdi. Chunki ular bu kishilar Jungoga o'tkazib berilgandan keyin tan jazosiga va uzun muddatlik nazarband qilish xatariga uchraydi deb ansirdi. Tayland davlatlik soqchi idorasi boshlig'i Kettirat Panpich payshanba kuni o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida bundoq dalilladi. Tayland hukumati Jungo hukumatining talabi bo'yicha bu Uyg'urlarni Jungoga qaytirib berdi. Va bundoq ko'rsatdi. Bu ishni Tayland soqchi idorasi va davlat bexatarlik komiteti bajardi. New York vaqt gazeti Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar Mahkamasining so'zlaridan naql keltirib bundoq ko'rsatdi. Tayland hukumatining bu Uyg'urlarni Jungoga o'tkazib berishi xalqaro qonunlarga xiloflik qilganlikdir. New York vaqt gazeti yana bundoq ko'rsatdi. Jungo hukumati hozir o'zining ta'sir kuchidan foydalanib, chet ellarga bosim ishlatib, Jungoni chet elda tanqid qiladigan sadoni o'chirmoqchi bo'lyapti. Bu qatim Jungoga o'tkazib berilgan Uyg'urlar Taylandda 10 yildan beri ortiq, 10 yildan ortiq turmada yotgan Uyg'urlar edi. Amerika Birlashma Agentligi xabar qilib, bundoq ko'rsatdi. 300 nafardan ortiq Uyg'ur 2014-yili chegaradan o'tib, Jungo hukmronligidagi Xinjiangdan qochib chiqib, ya'ni mustamlik Uyg'uristondan qochib chiqib, Taylandga yetib kelganda Mangoda qo'lga olindi. Mango Taylandning poytaxti. Tayland hukumati 2015-yili buningdan 109 nafar Uyg'urni ularning orzusiga xilof holda Jungoga o'tkazib berdi. Xalqaro jamiyatning ayblashiga uchirdi. Yana boshqa 173 nafar Uyg'urni, bularning ichida ko'plari ayollar va bolalar Turkiyaga yo'llab berdi. Qolgan 53 nafar Uyg'ur Taylandda qoldi. Siyosiy panohlik tilida. Shu kundan boshlab 5 nafar Uyg'ur Tayland jazo lagerida jenidan, hayotidan ayrildi. New York vaqt gazeti bundoq ko'rsatdi. O'tgan hafta Nazarbandda qolgan Uyg'urlar Jungoga o'tkazib berdi deb o'ylab qarshilik ko'rsatib, jazo lagerida yoki Nazarband xonada ochlik e'lon qilgan edi.
Taylandda nazarband qilingan bu Uyg'urlarning taqdiri Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligi nurg'un davlatlarning diqqatini o'ziga chekkan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishtirokati Marko Rubio Amerika Kengash palatasi salohiyat guvohligidan o'tganda mundaq ko'rsatgandi. Men Tayland hukumati xizmat ishlab, bu Uyg'urlarni jungoga qaytirib atmasman. Bu Uyg'urlarni jungoga qaytirib atmaydi deyman. Amerika Kengash palatasi bu Uyg'urlarni jungoga qaytirib atmanglar deyman. Amerika Kengash palatasi tashqi munosabatlar komitetining a'zosi Jim Rich qatorliq senatorlar haftaning 2 kuni ogohlantirib bunday ko'rsatgan. Uyg'urlarni jungoga qaytirib etish aqlsizlikdir, xatarlikdir. New York vaqt gazeti yana bunday ko'rsatdi. Bu yoshki izchil va maxfiy ardishib kelayotgan kishilik huquq tashkilotlari payshanba kuni saharda doklad e'lon qilib bunday ko'rsatdi. Alomatlar ko'rsatdiki, Uyg'urlarni jungoga o'tkazib berish harakat tayyorligi allaqachon boshlandi. Bir necha muxbir payshanba kuni ertaga saharda bir nafar muxbir payshanba kuni ertaga saharda soat 2 atrofida qora raq bilan niqoblangan chiroq mashinalarning Tayland Mango shahar markazidan nazarband qilish markaziga haydab ketilayotganligini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Bu markazda Uyg'urlar nazarband qilgan joy edi. Bu chiroq mashinalarini bir necha dona soqchi mashinalari yandab elib kelgan edi. Ko'chalarda barliq qatnash to'xtatilgan va boshqarilgan edi. Aviatsiya aeroplanlarining uchish yo'lini kuzatib turadigan Flight Radar 24 Spirlar strategisi oshkoradiki, bir necha soatdan keyin Jungoning Janub havo yo'llari shirkatining ko'tarib elingan bir dona aeroplani Tayland Mango'ni uchib Xinjiang, ya'ni mustamlik Uyg'uristonning Qashqar shahriga. Shu yer vaqt uchishda Qashqar aeroporti qo'ndi. Qashqar bu Uyg'urlarning ata makoni. Barliq alomatlar shuni ko'rsatdiki, 40 nafar Uyg'ur jungoga o'tkazib berildi. Bu Uyg'urlarning turmadan qo'yib berilishi uchun jon tikib kurash qilgan Washington kishilik huquq tashkiloti irq yo'qotish harakatlari bilan murassallashmaslik tashkiloti vakolatchisi Julie Millsap yuqorida ko'rsatdi. Amerika Birlashma Agentligining xabar qilishiga asoslanganda Jungo matbuotlari Jungo markazi televiziyasidan payshanba kuni 2-oyning 27-kuni tushdan keyin soqchi tarafning so'zlaridan naql keltirib bunday ko'rsatdi. 40 nafar qonunsiz ko'chmanlar Jungoga qaytirib ketildi. Bu kishilar jinoyatchi tashkilotlarning aldamchiligi bilan Taylandda turib qolgan kishilar edi. Kishilik huquq kuzatuvchi xalqaro kishilik huquq tashkilot bayonot e'lon qilib bunday ko'rsatdi. Tayland hukumati buni sal biron bu Uyg'urlarni jungoga o'tkazib bermaslik to'g'risida kafolat berib, yana bu Uyg'urlarni jungoga o'tkazib berdi dedi va aybladi. Tayland davlatning ishki qonunlariga va xalqaro qonunlarga majburiyatlarga xiloflik qildi. Nazarband qilingan Uyg'urlarni jungoga o'tkazib berib ularni tan jazosiga majburiy g'oyib qilib etishga va uzun muddat nazarband qilish xatiriga duchor qildi. Kishilik huquqni kuzatuvchi xalqaro kishilik huquq tashkilot Osiyo bo'limining mudiri
eline bersin. Peşembe günü ilan kılgan bayanatı da yukarıda görsetdi. Çünkü Taşkı İşler Ministerliği bayanat silince, Peşembe günü yani 2. ayın 27. günü muhbirlarının sorgan suallara cevap bergende, 40 nefer çünkü tevelikideki çigiradan kanunsuz ötken kişilerinin Tayland'dan Cüngö'ye qaytırıp kilingenligini ihra kıldı. Lekin kasten bir halda bu kişilerinin millet terkibinin, yoki millet özlüğünün kimliginin kim ekanligi to'g'risida fikr qilishdan o'zini qochirdi. Demek bular Uyg'ur degan gap. Nemish hozir mamlakati ichida Xitoy Uyg'ur degan ismni yo'qotyapti. Ham chet ellarda Xitoy o'zining jasuslari orqali Uyg'ur degan ismni yo'qotishga harakat qilyapti. Shunga bayonotchi Linjan Boqatimma ham o'zining bayonotida bu kishilar Jungu tavalligi degan so'zni ishlatgan. Lekin Uyg'ur degan so'zdan, Uyg'ur degan ismdan o'zini qochiribdi vatandosh. New York Vaqt gazeti bir qancha qatim Tayland Tashqi ishlar ministerligi bilan aloqalashib, bu ish to'g'risida obzor talab qilgan bo'lsa-mu, lekin hech qanday javobga erisha olmadi. Tayland davlatlik soqchi idora boshlig'i bunday ko'rsatdi. Chunki hukumati Tayland hukumatidan bu kishilarni qaytirib o'tkazib berishini talab qilgan chog'da, çünkü hükümeti bu Uyg'urlarning huquqlariga kapolat qilamiz deb va'da berdi. Çünkü hükümeti va'da berdi. 11 gap va'da berdi.